Qaynota. Qaynota. Qalay, yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Sog'liq yaxshimi? Mana mashina sal yuvib qo'yasanmi degandim. Kimga bu? Mana senga beraman-da. Qani kalp joyida, kalp o'rnida. Ha, sovg'a. Ha, sal yuvib tozalab qo'yish kerak buni. Qaysi qaynota kuyovga jentirib bergan? Mana fadarka. Ha, keling. Assalomu alaykum doktor. Yaxshimisiz? Bu o'tirsak mayli? O'tir. Qandaysiz doktor? Yaxshimisiz? Nimaga doktor chaqirtiribsiz? Chaqirtirdim. Bobomisiz? Ha, bog'bonman. Ko'chalar sipirilmagan. Sipiryapmiz doktor. Bariklar to'kilib yotibdi. Kelgan odam qo'rqyapti kirishga. Siz anaqa yangi glavvrachsizmi? Ha, yangi lorachi. Bugundan boshlab tabriklaymiz doktor, tabriklaymiz. Shu desangiz 5 ta xonada ishlaydi. Qayerda? 5 ta ishxonada. Ha, bu 6-chisimi? Bu 6-chisi. Aha. Shu 5 ta ishxonada ishlagan bo'lsam ham biron marta poraxo'rlik qilmadim. Korrupsiyaga qarshi, ha? Korrupsiyaga qarshi chiqmadim. Anu opa bor edi bitta. Opam aytardi-da, 5 marta erga tegdim, hali qiz bolaman deyapti-da opa ham. O'shanga endi aka sal xafa bo'lmaysiz, shu o'shani nima qilsak gapirsa bo'ladi hamma narsa. Mening 4 ta bolam bor. Nima qilsak? Ha, mayli. Ishda qoldingiz. Ko'chalar toza ekan, mayli. Ko'rmabman-da. O't yoquvchiga o'g'limni sekin olib kirsak, o'zi 3 oygina ish bo'ladi. Xo'sh. Mayli. Rahmat doktor, rahmat. Hurmatingiz bor. Ilang shu yerda qoling. Niyatingizga yeting. Umrga keting. Rahmat doktor. Mayli. Akalar, kimnesda bor? Pomidor pishganda uydan non olib chiqib olib ko'cha pomidor bilan nonni botirib berdik kimnesda. Dalaga borishda oyimiz uydan bitta non berardi, shu dala pomidor terib olib yeb ketaverardik dalaga. Eslaringizmi shu? Qanday vaqt o'tib ketdi? Akalar kimnesda mamnun qilib botirib tuz bilan yerdik. Tuz yo'qdi, hozir tuz topamadik. Birovdan uydan olib chiqdim.